Barchaga salom. O'z bilim va tajribalarimdan kelib chiqib, bugun sizlarga to'lqinli tahlil bo'yicha qanday tahlil qilish kerakligini o'rgataman. Shu bilan birga yaqin kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan instrumentlar harakatini ko'rib chiqamiz. Dollar indeksi. Nimaga dollar indeksi birinchi boshlanishi kerak analiz qilishda? Forexda. Dollar indeksiga qarab qolgan valyuta juftliklari qayerga ketishi belgilanadi. Masalan, dollar indeksi tushsa, yevro dollar ko'tariladi, funt dollar ko'tariladi, oltin ko'tariladi. Ko'rishingiz mumkin. Oltin ko'tarilyapti, yevro dollar ko'tarilyapti, funt dollar ko'tariladi va mana bu oldida dollar bo'lgan valyuta juftliklari, masalan, USD yena, USD CAD, USD franklar aksincha tushadi. Ko'rganlaringizday, global trend dollar indeksi qarab harakatlanadi. Bu yerda hech qanday biz o'suvchi trendni yaqin orada kutmaymiz, razvorot kutmaymiz. Hech qanday belgi ko'rmayapman. Lekin atkat bo'lishi mumkin. Mana bu birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin. Bu qayergacha ketishi noma'lum. Maksimum kelsa shu yergacha kelishi mumkin, lekin bu tomonga, ya'ni trendga qarshi savdo qilishni maslahat bermayman. Juda bu xavfli, riski baland. Chunki bu bunday emas. Mana bunday bo'lishi ham mumkin. 1 2 3 1 2 3. Ya'ni yana trend bo'ylab ketishi mumkin. Trendga qarshi harakatlar doim ko'pincha ko'p hollarda qisqa bo'ladi. Mana masalan, mana bu harakatni ko'rsak agar 1 2 3. Maksimum mana bu yerda edi. Yoki bu yerda. Buni yangilamada qisqa. Yana masalan mana buni ko'rsak agar, bu ham bungacha kelgani yo'q. Lekin agar biz trend bo'yicha harakat qilganimizda edi, misol uchun mana birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin qanchalik foydali, daromadli. Yana birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin. Bu dalish ketyapti, mana qachon qayergacha kelgan. Juda foydali va daromadli. Shuning uchun trend bo'ylab harakat savdo qilishni maslahat beraman. Birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin. Qanday daromadli strategiya? Mana bu yerda hozir biz trend ko'ryapmiz, trend o'suvchi. Mana bu yerda birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin kelishi mumkin. Juda ham ehtimoli kam, lekin buni kelishi mumkin albatta. Lekin mana bunday 1 2 3 dalishi tepaga ketishi ham mumkin. Bizning vazifamiz nima? Biz mana bu tushuvchi korreksiyani qisqa, kichkina time frame'da ko'rib, uni soprovojat qilib, ya'ni bunda biz o'zimizga kerak bo'lgan kirish nuqtasini qidirib topamiz va trend bo'ylab sotib olamiz. Bu eng sizlarga maslahatim, masalan, narx mana bu yerga tushgan hollarda 1 2 3. Mana bu maksimumni, birinchi to'lqinni maksimumni buzsa, biz sotib olishimiz mumkin. Stop albatta mana bu minimumni pastida va take profit birinchi sel mana bu maksimumgacha, ya'ni 1.16 gacha.
Mana bu yerda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Birinchi to'lqinni maksimum buzgan va ketgan. Bizning vazifamiz mana shu to'lqinni buzsa biz kirsak juda foydali bo'ladi albatta. Mana bu yerda ham mana bu birinchi to'lqin, mana bu ikkinchi to'lqin, bu uchinchi to'lqin. Bu yana ketyapti albatta mana ko'ring. Lekin bu mana bu yaxshigina daromad berdi. 1 ga 2 taxminan daromad berdi. 1 ga 2 rovna 1 ga 2 yurib berdi. Agar siz bu hozir men katta time frame'da ko'rsatyapman. Agar siz mayda time frame'da, kichik time frame'da tochka kirish nuqtasini topsangiz va bu 1 ga 10 va undan ko'p ham daromad qilish imkoniyatini beradi. Qolgan hammasi xuddi shunaqa. Bizda yevro dollar buy qisqa muddatli selga tushishi mumkin. Global buyga signal qidirish kerak. Oltin buy hech qanday bu yerda sell alomatlarini ko'rmayapman. Faqatgina biz o'zimizga qulay bo'lgan kirish nuqtasini topishimiz kerak. Albatta mana bu yerda men g'oya beraman. Bu g'oya bilan siz обязательно kirishingiz kerak emas. Просто misol uchun ko'rsatyapman sizga. Mana birinchi to'lqin desak, mana bu ikkinchi to'lqin korreksiya bo'lsa, birinchi to'lqinni buzsa, biz mana bu maksimumgacha kelish ehtimolini qo'lga kiritamiz. USD yana bunda tushuvchi trend asosan. Global tushuvchi trend, lekin hozirda o'zgardi. Bizga juda bu yaxshi holat. Mana bu zonadan biz selga ketishimiz mumkin. Yuqori ehtimol bilan bu tayyorlanyapti. Bu yerda biz aytganimday birinchi, ikkinchi, uchinchi to'lqinni topsak, ketdik shu bilan selga. Mana bu birinchi bizning maqsadimiz 142,700 142,800 narxiga kelish kerak. USD CAD bu ham tushuvchi global trend. Bizga bu ham yaxshigina tayyorlanyapti. Qaranglar. 1, 2, 3 ketish ehtimoli bor. Albatta yana o'zlaringizni strategiyangiz bo'yicha bu yerga signal hamma ko'rsatgan joylarimda o'zlaringiz strategiyalaringiz bo'yicha signal qidirishingiz mumkin. Lekin asosiysi trend bo'ylab. Funt dollar ham o'suvchi trend, lekin bizda hozir juda zo'r joyda turibdi. 1, 2, 3 va ko'rganlaringizdek birinchi bizning maqsadimiz birinchisi kamida 1.36 gacha kelishi kerak. Undan oshib ketishi ham mumkin, chunki trend ko'rganlaringizdek oshib kelyapti. Eng yaxshi varianti, yaxshi yo'li mana bu yerga buni buzgandan keyin tochka vходga kiramiz, ya'ni buyga kiramiz va 1 ga 1 yurganda save qilamiz va qolganini
qolganini qo'yamiz bozorga. Qachonki u o'sishda davom etadi va razvorot paytida va razvorotni sezsangizgina shundagina yopsangiz bo'ladi va ungacha yaxshigina daromad olishingiz mumkin uzoq muddatda. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, izohda qoldiring. Javob berishga harakat qilaman. Agar kimgadir to'lqinli analiz qiziq bo'lsa, izohda yozing. Men keyingi safar yana to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'sh, USD frank, dollar frankni ko'radigan bo'lsak, bu ham dollarga o'xshab, indeks dollarga o'xshab tushuvchi trendda global. Hech qanday bu yerda global buy'ni ko'ramayapman. Buy ketishi mumkin, lekin bu juda ehtimoli past. Yaxshisi biz trend bo'ylab selga harakat qilsak, to'g'ri bo'ladi. Aytganimdek, birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin. Albatta, birinchi to'lqinni minimumni buzib pastda yopilsa, selga kirishingiz mumkin. Yana kichkina time frame'larda savdo kichkina time frame'da точка входani qidirish yo'lini ham o'rgataman. Izohlarda qoldiring. U ham xuddi shunday. Qiyin emas. Kichkina time frame'da xuddi shu narsani ko'rasiz va kirasiz. O'ylaymanki, sizga foydali bo'ldi. Tradingda asosiy daromad qilishning yo'li asosiysi trend bo'ylab savdo qilish. Nima uchun trend bo'ylab? Odamlar ko'plar tushunmaydi. Trend yuryapti-ku deydi, lekin trend bo'ylab ham minusga kirishingiz mumkin, stop olishingiz mumkin. Trendga qarshi ham stop olasiz. Lekin nimaga trend bo'ylab foydali degan savolga tarix javob beradi. Ko'rganlaringizdek, agar biz trendga qarshi savdo qilganimiz edi, juda ko'p stop loss olardik. Mana bu yerda ham biz kutganimiz, bo'lmasa ozgina korreksiya bo'ladi deb, lekin hech qanday почти korreksiya bo'lmadi va bu yerda flat va dalshi ketdi impuls bilan. Bu yerda stop losssiz kirganlar aniq ko'p pulni yo'qotdi yoki sliv bo'ldi. Shuning uchun agar trend bo'ylab stop losssiz kirgan taqdirda ham trend sizni plyusga olib chiqishi mumkin. Lekin bu stop losssiz ishlang degani emas. Stop losssiz ishlash bu qimorga xos. Men ham ishlaganman stop losssiz, lekin hech qanday baraka topmaganman. U razgonda ishlatsangiz bo'ladi, qisqa kichkina pul qo'yib. Stop losssiz ishlash degani bu hamma pulni risk qilish degani. 99, 100% ham aytaman, что stop losssiz bu 100% pulni risk qilish. Hamma pulingizni yo'qotish degani. Trend bo'ylab savdo qilishning yana plyus tomoni, siz stop loss olgan taqdiringizda ham qayta kirasiz albatta. Bu juda muhim. Trend bo'ylab kirish kerak. Trend bo'ylab kirsangiz, bir marta stop olishingiz mumkin, ikkinchi marta stop olishingiz mumkin, lekin uchinchisida albatta sizni plyusga olib chiqadi. Va bu
asosiy plyuslardan biri trend bo'ylab ishlashni. Xo'p, yana nimani aytsam bo'ladi? Va bunda plyusga chiqish uchun trendni bilish ham kerak. Trend qachon o'zgaradi? Bu ham juda muhim. Bu yerda bu ham serios mavzulardan biri, juda muhim mavzulardan biri. Ba'zida bilaman, bu boshimdan o'tgan. Trend masalan o'zgarishni bilish ham oson emas. Ataylab shunday qiladi ham bular, ya'ni katta o'yinchilar, juda ko'p odamlarni o'zi bilan olib ketish niyati yo'q. Chunki qancha ko'p treyderlar trend bo'ylab harakat qilsa, boshidan kirsa agar, bularni katta o'yinchilarni daromadini olib qo'yadi. Shuning uchun ular razvorotni ko'pincha yashirishga harakat qiladi va mana bu yerda ham qandaydir o'suvchi trend razvorotga o'xshayapti. 1 2 3 razvorotga o'xshayapti, lekin ko'rganlaringizdek bu tushib kelyapti. Bunaqa holatlar juda ko'p. Bu hali razvorot bo'lishiga hech qanday belgi ko'rmayapman men. Ko'rganlaringizdek razvorotga o'xshagan narsa yana trend bo'ylab kelyapti. Ko'p bunaqa holatlar bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Qanday razvorotni aniqlash kerak degan savolga valnavoy tahlil juda chiroyli, eng yuqori ehtimol bilan razvorotni aniqlashda yordam beradi. Bu 1 2 3 yana o'sha gap. Birinchi to'lqinni buzib pastda yopilsa, bu razvorot bo'ladi. Bu ham doim 100% ishlayvermaydi. Hech narsa dunyoda, hayotda 100% ishlayvermaydi. Doim ishlayvermaydi. Unda albatta ishlamagan holatlar bo'ladi. Bu hayotda bo'ladi, hamma joyda. Bu ham trading ham aslida tabiiy hayotiy voqealar. Va hayotiy voqealar aks etgan grafik. Shuning uchun bu yerda bu ham xuddi shunaqa, bu yerda ham 100% bitta narsa ishlaydi degani emas, lekin yuqori ehtimol bilan mana bu razvorotlar, mana bu mana ko'rsatgan narsa yuqori ehtimol bilan ko'p hollarda ishlaydi. Mana masalan, mana bu kichkina, mana bu trend. Mana bu kichik trend, bu ham trend mana. Trend ketyapti. Mana o'sib ketyapti, shundaymi? Qanday? Mana bu yerda razvorot hosil bo'lyapti. 1 2 3 mana bu minimumni buzib biz ketdik dalshi. Bu yerda razvorot. Mana shu razvorot katta taymfreymda ham xuddi shunga o'xshash sodir bo'ladi. Ba'zida razvorot bunaqa model bo'lmay qolishi mumkin va bu tabiiy hol. Biz shunaqa modellarni qidirib topishimiz kerak. Instrumentlar ko'p bozorda. Ozginasini olib ko'rsatdim bu yerda. Necha 100dan ko'p instrumentlar bor. Kriptovalyuta vobshe 1000 gacha bo'ladi. Shuning uchun aksiyalar jami olsak necha mingdan, 2-3 mingdan ko'p bo'lsa kerak. Anig'ini men hisoblab ko'rganim yo'q. Shuning uchun albatta topish mumkin. Shu
Manimcha juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Foydali bo'lgan bo'lsa, minnatdorchilik sifatida like bosing. Savol va izohlaringizni izohda qoldiring. Xayr.